Ijtimoiy tarmoqlarda Payariqda ayol o'z bolasini axlat qutisiga tashlab ketganligi haqidagi xabar keng tarqaldi va ko'pchilikning e'tirozli muhokamalariga sabab bo'ldi. Biz esa holatni to'liq o'rganish uchun tuman tibbiyot birlashmasiga yetib keldik. Ma'lum bo'lishicha, holat aynan mana shu xonada sodir bo'lgan. 2004-yilda tug'ilgan ayol o'z chaqalog'ini aynan mana shu axlat qutisiga tashlab ketgan. Holat 27-dekabr kuni Payariq tumani tibbiyot birlashmasidagi muolaja xonasida sodir bo'lgan. Biz o'sha kuni ayolni qabul qilgan shifokor bilan bog'lanishga harakat qildik. Ertalab soat chamasi 9larda ayol kishi qaynonasi bilan kirib keldi. Bemorning shikoyatini tingladim. Shikoyatida u aytayapti, 5-6 kunlik qabziyat meni bezovta qilyapti. Juda qiynalyapman. Menga klizma qilib yuborsangiz degan murojaat bilan kirib keldi. Ayol xatti-harakatlari bilan shifokorga shubha uyg'otgan. Qorinni ko'rish uchun taklif qilgandim. Menga qarshilik ko'rsatdi. Shubhalandim. Keyin uni o'ziga yo'naltirdim. O'zi menga oydinlik kiritish uchun qorin bo'shlig'ida qanaqa muammosi borligini bilishim uchun bemor kirgan o'ziga, lekin o'zini rad etgan. Shifokorlarning bizga ma'lum qilishicha, kelin bo'lganiga 4 oy bo'lgan kelinchak 9 oylik homilador bo'lgan. Shundan so'ng hojatxonaga borgan ayol hamshiradan uni yolg'iz qoldirishini so'ragan va ayol chiqib turinglar, men sizlardan uyalyapman, sizlarni chaqiraman degan. Chaqiravermagan, biroz vaqt cho'zilgan, lekin xabar olgan bo'ldingmi deb xabar nazorat qilib turgan eshikning orqasida. Lekin ayol shu yerda tuqqanda chaqaloqni mana shu satilga tashlab ketgan. Hojatxonada ko'zi yorigan ayol shifoxonani tark etgan, ammo u kuzatuv kameralariga tushib qolgan va shaxsi aniqlangan. 2025-yil 27-dekabr kuni Payariq tuman tibbiyot birlashmasi mas'ul xodimi 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib, tibbiyot birlashmasidan chaqaloq jasadi topilganligini bildirgan. Mazkur holat bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi tergov-tezkor guruhi tomonidan hodisa joyi ko'zdan kechirilib, tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgan va sudga oid tibbiy ekspertiza tayinlangan. Hozirgi kunda Payariq tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Chiroz Yo'ldosheva, Kobir Musurmonqulov, Samarqand.